1-iyundan elektr va gaz narxlari qancha bo'ladi? O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 15-maydagi qaroriga ko'ra, 2026-yil 1-iyundan boshlab elektr energiyasi va tabiiy gaz uchun yangi tariflar joriy etiladi. Elektr energiyasi 1 va 2 guruh, shuningdek 4 guruh iste'molchilar uchun 1 kWh 1100 so'm etib belgilanadi. 3-guruh, ya'ni aholi uchun tabaqalashtirilgan tarif oyga 200 kWh gacha 325 so'm, 201 dan 500 kWh gacha 450 so'm, 501 dan 1000 kWh gacha 550 so'mni tashkil etadi. Boshqa uy xo'jaliklari 200 kWh gacha 650 so'm, ilgari esa 600 so'mni tashkil qilgan edi. 201 dan 500 kWh gacha 900 so'm, ilgari 800 so'm edi. 501 dan 1000 kWh gacha 1100 so'm, ilgari esa 1000 so'm edi. Me'yorlardan yuqori iste'mol uchun oshirilgan koeffitsiyentli tariflar saqlanadi. Tabiiy gaz esa barcha iste'molchilar uchun 1 kub metr uchun 2000 so'mni tashkil qiladi. Avtomobillarga gaz quyish shoxobchalari orqali 1 kub metr 2750 so'mni tashkil qiladi. Tabaqalashtirilgan tartib isitish mavsumida 500 kub metrgacha 1100 so'm, ilgari esa 1000 so'm edi. Boshqa mavsumlarda 100 kub metrgacha 1100 so'm. Oldindan to'lov imtiyozi. Aholi uchun 2 oy davomida eski tarifda foydalanish. Boshqa iste'molchilar uchun esa 1 oy davomida eski tarif saqlanadi. So'nggi yangiliklardan boxabar bo'lish uchun Anxor.uz'ni kuzatishda davom eting.